Endi sizlarni haftaning muhim yangiliklari bilan tanishtiramiz. Chorshanba kuni Tinchlik va Milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon aholi turmush sharoiti, obodonlashtirish jarayoni, qator inshootlar ochilishi, dehqon xo'jaliklari bilan tanishish va viloyat aholisi bilan suhbatlar o'tkazish maqsadida So'g'd viloyatiga tashrif buyurdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ish safarini Ayni rayonidan boshladi. Ayni rayonining Anzob qishlog'ida millat peshvosi Emomali Rahmonni So'g'd viloyati rahbariyati, davlat hokimiyati mahalliy ijroiya organi namoyandalari va rayon aholisi kutib olishdi. Ayni rayonining Anzob qishlog'ida Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ishtirokida yangi zamonaviy maktab-internat foydalanishga topshirildi. Maktab-internat yotoqxonasida qurilish ishlari 2018-yil avgust oyida boshlangan va 4 qavatdan iborat bo'lib, keng oshxona, ko'plab badiiy adabiyotlarga ega kitobxona, shaxmat sinfxonasi, kompyuter sinfxonasi, qizlar va o'g'il bolalar uchun hunarmandchilik sinfxonalari, yotoqxona, o'quv xonalari, tibbiy punkt, dazmollash hujrasi, keng sport zali va boshqa yordamchi inshootlar mavjud. Tanishuv chog'ida davlat boshlig'i Emomali Rahmon bu ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilarini global taraqqiyot davrida, shu jumladan ilm-fan texnologiyalarning rivojlanish davrida doimo o'qishga va kelajakda mustaqil Tojikistonning gullab yashnashi va rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishga chaqirdi. Shu munosabat bilan davlat mustaqilligi 30 yilligini nishonlashga to'g'ri kelgan yangi maktab-internatning ochilishi o'quvchilar uchun qimmatbaho sovg'a sifatida qabul qilindi. Maktab-internatlarning barcha o'quv xonalari eng yangi texnologiyalar va zamonaviy elektron doskalari, kompyuter kabi o'quv qo'llanmalari bilan jihozlangan. Sportning barcha turlari bilan shug'ullanish uchun mo'ljallangan sport zali o'quvchilar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va bo'lajak sportchilarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Sport zali avvalo o'quvchilar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va bo'lajak sportchilarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Bu maktab-internat tarbiyalanuvchilari ta'lim olishlariga munosib sharoitlar yaratib berayotgani uchun mamlakat prezidenti Emomali Rahmonga minnatdorchilik bildirdi. Anzob qishlog'idagi 110 kishiga mo'ljallangan maktab-internat yotoqxonasi qurilishi bilan bir qatorda 22-umumta'lim maktabi binosi ham to'liq ta'mirlanib, o'quvchilar o'qishlari uchun qulay sharoitlar yaratildi. Maktab binosi 4 qavatdan iborat bo'lib, yaxshi jihozlangan o'quv xonalari, hunarmandchilik sinfxonalari mavjud va 2 smenada 440 o'quvchiga mo'ljallangan. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon an'anaviy ravishda Ayni rayonidagi Anzobning barcha qishloqlaridan kelgan 20 nafar yetim bolalar va Yag'nob vodiysidagi 40 nafar o'spirinlarga sovg'alarni topshirdi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmonning Ayni rayoniga ishchi tashrifi doirasida Anzob qishlog'i sog'liqni saqlash markazining yangi tug'ruqxona binosi foydalanishga topshirildi. Tug'ruqxona binosi davlat mustaqilligi 30 yilligi va qishloqlar, turizm hamda xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari munosabati bilan mamlakat prezidenti Emomali Rahmonning bevosita buyrug'iga asosan qurilgan bo'lib, qabul, tug'ruqxona va tug'ruqdan keyingi hujralarni o'z ichiga olgan 5 ta xona, shuningdek sunnat qilish va tib xodimi hujralaridan iborat. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Marmar mas'uliyati cheklangan jamiyatining baliqchilik xo'jaligi faoliyati bilan tanishib, Ayni rayonining Anzob qishlog'idagi Sangi Ko'hna hududidagi qo'riqxonaga 30 bosh a'lo navli qo'tos va 200 bosh kaklikni qo'yib yuborish tadbirida ishtirok etdi. Ayni rayonda qo'tosni parvarish etish ishlari 2008-yildan beri Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon topshirig'iga binoan amalga oshirilmoqda va uning soni xo'jalikning barcha turlarida 1085 boshga yetkazilgan. Hozirgi kunda rayonda 12 xo'jalik qo'tos yetishtirish bilan shug'ullanadi va so'nggi yillarda aholi ham shu serdaromad va arzon tarmoqni rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Millat peshvosi Emomali Rahmon o'rmon xo'jaligi mutasaddilariga qo'toslar sonini ko'paytirish va
noyob hayvonlarni muhofaza qilish, dorivor o'simliklar maydonini kengaytirish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berdi. Marmar mas'uliyati cheklangan jamiyati xo'jalik dehqonlari faoliyati bilan tanishish davomida ma'lum bo'lishicha, bu yil Anzob qishlog'ining Shabboda hududida mahalliy tadbirkor Murtaza Qosimov tomonidan 2 ta baliq suv havzasi qurilgan. Hovuzlarning umumiy maydoni 0,135 gektarni tashkil etadi va hozirgi paytda 5000 dan ziyod alabaliq, oq amir va laqabaliq yetishtiriladi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon mahalliy tadbirkorning tashabbusini yuqori baholadi va mintaqada ekologik turizmni kengaytirish mumkinligini ta'kidladi. Shabboda massividagi marmar mas'uliyati cheklangan jamiyati dehqonlari ham ichki bozorni yuqori sifatli ekologik toza asal bilan ta'minlash maqsadida yerning 50% olma bog'i tashkil etishdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari va xalq hunarmandchiligi ko'rgazmasi bilan tanishish paytida Anzob qishloqlari aholisining asosiy mashg'uloti bog'dorchilik va chorvachilik ekanligi hamda ular bozorning mo'l-ko'l bo'lishiga qo'shgan hissasi katta ekanligi ta'kidlandi. Bu yerda sut, yogurt, qaymoq, sariyog', qurut, mayda va yirik non hamda meva kabi turli xil mahsulotlar ko'rgazmaga qo'yildi va ular mamlakatning bu chekka qishloqlari aholisi tomonidan yetishtirilgan. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon ayni rayoni Dardari qishloq jamoatining Zerobod qishlog'ida joylashgan 15-o'rta maktabining yangi binosini foydalanishga topshirdi. Ayni rayondagi 15-umumta'lim maktabining yangi binosi mamlakat prezidenti Emomali Rahmon ko'rsatmasi asosida bunyod etilgan. Mazkur o'quv muassasasi yerto'la va 3 qavatdan iborat bo'lib, 2 smenada 640 o'quvchi tahsil olishadi. Maktab ximiya, fizika, matematika, kitobxona, o'qituvchilar va xodimlar uchun o'quv xonalari hamda yordamchi hujralarni o'z ichiga olgan 28 ta keng xonalardan iborat. O'smirlar va yoshlarni kitob o'qishga jalb qilish maqsadida tashkil etilgan muassasa kitobxonasida 10,000 nusxada turli xil badiiy va darslik adabiyotlari mavjud. Yangi o'quv binosida yaratilgan sharoitlar bilan tanishish chog'ida davlat boshlig'i Emomali Rahmon qurilish ishlari darajasi va sifatiga yuqori baho berdi hamda mavjud imkoniyatlardan foydalanib o'quvchilarga o'quv dasturlarini, ayniqsa aniq fanlarni, zamonaviy texnologiyalar va chet tillarini o'rganishga hidoyat etib, bu 2020-2040 yillarda maorif va ilm sohasida tabiiy, aniq va matematika fanlarini o'rganish hamda rivojlantirish 20 yilligining asosiy maqsadi ekanligini ta'kidladi. Maktabda yosh avlodga dars beradigan 50 dan ortiq professional va tajribali o'qituvchilar faoliyat ko'rsatmoqda. O'smirlar va yoshlarni sportning barcha turlariga jalb etish maqsadida Zerobod qishlog'idagi 15-umumta'lim maktabi yangi binosida 200 dan ziyod o'rindiqli zamonaviy sport zali bunyod etildi. Maktab sport zalida voleybol, basketbol, mini futbol va boshqa sport turlari uchun yaxshi sharoitlar mavjud. Zerobod qishlog'ining o'quvchilar va boshqa aholisi endi bu muassasa sport zalida jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda o'z hissalarini qo'shish uchun yaratilgan sharoitlardan foydalanish imkoniyatiga ega. Shuningdek, maktabda 140 dan ortiq o'rinli oshxona mavjud bo'lib, qizlarga hunarmandchilikni o'rgatish imkoniyatlari yaratildi. Shu bilan birga, bu ta'lim muassasasida qizlar va o'g'il bolalar uchun alohida mehnat sinfxonalari tashkil etilgan. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon o'qituvchilar va o'quvchilar bilan erkin hamda samimiy suhbat o'tkazdi va ta'lim muassasasining foydalanishga topshirilishini Tojikiston davlat va hukumatining buyuk milliy bayrami, davlat mustaqilligi 30 yilligi munosabati bilan ayni rayondagi Zerobod qishlog'ining sharafli mehnatkashlariga qilingan qimmat
qimmatbaho savg'osi deb atadi. Obyektning maydoni qariyb 1 gektarni tashkil etadi va uning atrofida obodonlashtirish hamda qurilish tadbirlari doirasida 3700 kvadrat metrdan ziyod maydonda ko'kalamzorlashtirish va keng yaylovlar barpo etilgan. Ayni rayonida mamlakat mustaqilligi davrida mamlakat prezidenti Emomali Rahmon topshirig'i asosida eng zamonaviy o'quv sharoitlariga ega bo'lgan 27 ta yangi o'quv binolari foydalanishga topshirildi va o'quvchilarning o'quv jarayoni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarildi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon davlat mustaqilligi 30 yilligi munosabati bilan ayni rayonning Zerobod qishlog'ida joylashgan 15-umumta'lim maktabi yangi binosi ochilishini barcha o'qituvchilar va o'quvchilarga qimmatbaho sovg'a deya atab, millatning kelajak avlodini o'zini anglash, vatanparvarlik hamda milliy g'urur ruhida tarbiyalashga da'vat etdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ayni rayonining Xo'shikat qishlog'ida Mo'rg'iz Sulton parrandachilik fabrikasini foydalanishga topshirdi. Ayni paytda korxonada 16250 ta Germaniya naviga taalluqli tovuqlar parvarish qilinmoqda. Rejaga ko'ra, oyiga 480 ming dona tuxum ishlab chiqarish nazarda tutilgan. Korxona havo harorati nazoratidan tortib, tuxum va parranda ozuqalarini yig'ishgacha bo'lgan barcha ishlarni Germaniyada olib kelingan zamonaviy soha uskunalari yordamida avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Zamonaviy soha texnologiyasi va qulay sharoitlar yaratish tovuqlarga 120 kundan boshlab tuxum qo'yishni boshlashga imkon beradi. Ayni paytda parrandachilik fabrikasida 16 nafar mahalliy aholi ish bilan ta'minlandi. Mo'rg'iz Sulton parrandachilik korxonasi ham Tojikiston Respublikasi hukumati tomonidan berilgan imtiyozlardan foydalangan holda mahalliy tadbirkor Sharof Sultonning hissasi bilan bunyod etilgan. Obyektni foydalanishga topshirish paytida millat peshvosi Emomali Rahmonga ikkinchi bosqichda 50 ming tovuq boqish va 45 ta yangi ish o'rinlarini yaratish uchun korxona barpo etilishi haqida xabar berildi. Shu bilan birga korxona yonida sazan, alabaliq va losos boqiladigan 10 ta baliq havzasini qurish rejalashtirilgan. Bu suv havzalarida 60 mingtagacha baliq yetishtiriladi. Yangi tashkil etilgan korxona salohiyati bilan tanishish chog'ida mamlakat prezidenti Emomali Rahmon hukumat tomonidan pahrizbob mahsulotlarini ishlab chiqarish va parrandachilik hamda baliqchilikni rivojlantirish maqsadida sexlar va korxonalar tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilganini ta'kidladi. Millat peshvosi Emomali Rahmon ayni rayonni markazida davlat mustaqilligi 30 yilligini nishonlash rejasi doirasida bunyod etilgan Tojikiston Respublikasi bayrog'i maydoni va davlat gerbini foydalanishga topshirish tadbirida ishtirok etdi. Avvalo, mamlakat prezidenti Emomali Rahmon tantanali sharoitda va ko'p sonli aholi ishtirokida davlat ramzlaridan biri davlat bayrog'ini ko'tarishdi. Davlat bayrog'i ustuni balandligi 50 metr, ramziy mato uzunligi 14 metr va kengligi 7 metrni tashkil etadi. Davlat bayrog'ining umumiy maydoni 1600 kvadrat metrni tashkil qiladi. Maydon butunlay sopol idishlar bilan o'ralgan va atroflari zamonaviy o'rindiqlar joylashtirilgan gullar va dekorativ o'simliklar bilan qamrab olingan. Yangi inshoot atrofidagi ko'kalamzorlashtirish maydoni 850 metr va keramika maydoni 1200 kvadrat metrni tashkil etadi. Keyin mamlakat prezidenti Emomali Rahmon davlat gerbi maydonidagi ramziy lavhadagi pardani ko'tarib, uning bazasiga milliy qadriyatlarga hurmat va ehtirom belgisi bilan gulchambarlar qo'ydi. Davlat gerbi maydonining umumiy maydoni ham 1600 kvadrat metrni tashkil etadi. Davlat gerbi poydevori va ustunlari balandligi 20 metrni tashkil qiladi. Davlat madhiyasi matni obyektga chiroyli tarzda o'yib yozilgan bo'lib, bu aholining, ayniqsa o'spirin va yoshlarning o'zini anglash va vatanparvarlik hissini uyg'otishga yordam beradi. Davlat gerbi atrofida 1100 kvadrat metr sopol yotqizilgan va 400 kvadrat metr
gulzorlar o'stirilib, zamonaviy o'rindiqlar o'rnatilgan. Bu hududda ham chiroyli favvoralar bunyod etilgan. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ayni rayoni markazida davlat bayrog'ini ko'tarish va davlat gerbining topshirilishi bu hududning go'zalligini ta'minlash bilan bir qatorda har bir aholi, shu jumladan o'spirinlar va yoshlarning vatanparvarlik tuyg'usini uyg'otishda muhim rol o'ynaydi, deya ta'kidladi. Ayni rayonni markazida Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ko'hsor tikuvchilik va hunarmandchilik sexini foydalanishga topshirdi. Bu sex mahalliy tadbirkor Gulchehra Hasanova tomonidan Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligi 30 yilligini nishonlash maqsadida uzoq yillar davomida ishlamay qolgan eski va xaroba bino asosida tashkil etilgan. 750 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan 2 qavatli bino to'liq ta'mirlanib, tikuvchilik, atlas va kashtachilik ustaxonalari, go'zallik saloni, to'yxona va kasb hunarga o'qitish markazlarini o'z ichiga oladi. Tikuvchilik sexida rivojlangan mamlakatlardan, jumladan Yaponiya va Xitoyda ishlab chiqarilgan 30 ta zamonaviy dastgor mavjud bo'lib, ishchilar undan barcha turdagi kiyimlarni, masalan, maktab formasi, ish kiyimlari, turli xil erkaklar va ayollar kiyimlari, to'y liboslari, uy anjomlari va hokazolarni tayyorlaydi. Korxonada mahalliy 30 nafar ayol va qizlar tikuvchilik kursini tamomlagandan keyin ishga jalb etilgan. Bundan tashqari, tadbirkor to'qimachilik tikishda katta tajribaga ega bo'lgan 10 ayol bilan hamkorlik shartnomasi tuzgan va ular uyda buyurtmalarni yaxshi maosh bilan bajarishadi. Atlas va adras to'qish sexi kuniga 100 metrgacha atlas va adras ishlab chiqaradigan maxsus uskunalar bilan jihozlangan. Xotin-qizlarning ta'kidlashicha, atlas va adraslarni to'qish juda ko'p nozikliklarga ega va bu oson ish emas. Ammo mahalliy tadbirkor Gulchehra Hasanovaning yordami bilan bu ajdodlar kasbini egallagan va bu ishning uddasidan chiqishmoqda. Binoning 2-qavatida hunarmandchilik markazlari, shu jumladan oshpazlik, kompyuter o'qitish va mehnat bozorida talab qilinadigan boshqa kasblar tashkil etilgan. Ko'hsor tikuvchilik va hunarmandchilik sexida 20 o'rinli zamonaviy oshxona va boshqa yordamchi inshootlar mavjud. Ayni rayonga ish tashrifini davom ettirib, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon chorvachilik fermasini foydalanishga topshirdi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmonga fermada Rossiya Federatsiyasidan keltirgan semental zotli qoramollar yetishtirilayotgani to'g'risida xabar berildi. Bu zotli mollar go'sht ishlab chiqarishga yaroqli va dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra uning vazni 1300 kilogrammgacha bo'lishi mumkin. Uning yakuniy mahsulotlari Dushanbe, Xo'jand shaharlari va ayni rayoni bozorlariga taqdim etiladi. Bu inshoot mahalliy tadbirkor Muhsin Qo'ziyev tomonidan bunyod etilib, rayondagi 20 nafar aholi ish joyi bilan ta'minlandi. Chorvani oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun ayniqsa sovuq havoda mazkur fermada oziqa yetarli. Ayni rayondagi xo'jaliklarda boqilayotgan chorva mollari ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Tadbir ishtirokchilari asosan sigir, qo'tos va otlarning turli nasllarini namoyish etishdi hamda rayonda bu sohaning rivojlanishi to'g'risida ma'lumot berishdi. Hozirgi kunda ayni rayonida xo'jalikning barcha shakllarida qoramollar umumiy soni 33371 boshni tashkil etishi va bu raqam yil sayin ko'payib borayotgani ta'kidlandi. Shu bilan birga qishloq xo'jaligi va ferma mehnatkashlari 134.422 bosh mayda mollarni boqish va yetishtirish, go'sht hamda sut mahsulotlarini ko'paytirishga hissalarini qo'shmoqda. Ta'kidlanganidek, rayonning turli mintaqalari iqlimi va ob-havosi qo'tos yetishtirish uchun qulay va ayni rayonida
bu turdagi qoramollar soni 1085 boshga yetdi. Suhbat chog'ida rayon chorvadorlari mamlakat prezidenti Emomali Rahmonga rivojlanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratib bergani, tarmoqlar dasturlarini o'z vaqtida qabul qilganliklari va chorvachilik sohasini rivojlantirishga doimiy ko'magi hamda e'tiborlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Ayni rayonidagi markaziy stadionni foydalanishga topshirdi. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligi 30 yilligi munosabati bilan 20 million so'mlik mablag' evaziga futbol maydoni va boshqa zarur inshootlarga ega bo'lgan katta sport majmuasi barpo etildi. Stadion 6000 o'ringa va jami 7 ta tribunaga ega. Murabbiylar va sportchilarga mo'ljallangan inshootning 1 va 2 qavatlarida 8 ta libos almashtirish xonalari, 16 ta sanitariya punktlari, idoralar, sport anjomlari uchun omborxona va tibbiyot klinikasi bunyod etildi. Sport majmuasida futbol bo'yicha rayon, viloyat va respublika musobaqalarini o'tkazish hamda o'smirlar va yoshlarni tayyorlash uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Millat peshvosi Emomali Rahmon markaziy stadion ochilishini avvalo rayon va umuman Zarafshon vodiysida sportni rivojlantirish va xalq salomatligini saqlash uchun muhim ahamiyatga ega deb hisoblab va Tojikiston davlat mustaqilligi 30 yilligi arafasida qilingan munosib sovg'a deya ta'kidladi. Bu yerda mamlakat prezidenti Emomali Rahmonga So'g'd viloyati tadbirkorlari tomonidan Ayni rayonning Xushhavo hududidagi stadion yonida qurilayotgan turli maqsadlar uchun mo'ljallangan bir qator obyekt loyihalari namoyish etildi. O'quvchilarga ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish maqsadida iqtidorli o'quvchilar uchun 400 o'rinli maktab, 250 o'rinli yotoqxona, 300 o'rinli majlislar zali, 350 o'rinli oshxona, sport zali, futbol, voleybol va basketbol maydonchalari, 200 o'rinli maktab oldidagi maktabgacha ta'lim muassasasi bunyod etiladi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon tadbirkorlar mamlakatning yana bir burchagini obodonlashtirish bo'yicha tashabbusini yuqori baholadi va rasmiylar e'tiborini qurilish ishlari sifatiga qaratdi. Ayni rayonda bir qator inshootlar ochilgandan so'ng davlat boshlig'i Emomali Rahmon yangi bunyod etilgan markaziy stadionda rayon rahbarlari, faollari va rayon aholisi bilan samimiy uchrashuv o'tkazdi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon barcha rayon aholisini Tojikiston davlat mustaqilligi 30 yilligi va Ayni rayoni vatanparvar aholisini, ayniqsa o'spirinlar va yoshlarni hukumat sovg'asi bo'lgan zamonaviy stadionning ochilishi bilan tabrikladi. Bugungi kunda rayonda davlat mustaqilligi 30 yilligi sharafiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlari olib borilib, 469 obyektda qurilish va rekonstruksiya ishlari yakunlandi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon ta'kidlashicha, mamlakat hukumati mustaqillik davrida uzoq vaqt tog'li hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga doimo g'amxo'rlik qilib kelgan. Shu jumladan Ayni rayoni barcha manbalar hisobidan 4.1 milliard somoni miqdoridagi mablag' yo'naltirilgan. Shu davrda rayonda umumiy qiymati 2.3 milliard somoniga teng bo'lgan 20 dan ortiq davlat investitsiya loyihalari amalga oshirildi va yana 5 ta loyihalar amalga tatbiq etilmoqda. Prezident Emomali Rahmon o'z ma'ruzasi davomida avtomobil yo'llari, tunnellar va temir yo'llarni qurish bo'yicha mamlakat hukumati tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida so'z yuritdi va Istiqlol hamda Shahriston tunnellarini barpo etishni bu yo'nalishdagi munosib qadamlarning eng yuqori namunasi deb atadi. Hozirgi kunda rayonda 11 ta sanoat korxonalari faoliyat ko'rsatmoqda va 2021-yilning 5 oyida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 717 million somonini tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davrdagi nisbatan 23% ga ko'pdir. So'nggi yillarda rayonda rangli
va qimmatbaho metallarning, shuningdek, ko'mirning turli konlari mavjudligidan foydalanib, ularni qazib olish va qayta ishlash uchun bir qator yangi sanoat korxonalari bunyod etildi. 1991-2020 yillar davomida rayonda 87 million somoni miqdorida 27 ta yangi o'quv muassasalari va 12 ming o'quvchiga mo'ljallangan qo'shimcha binolar hamda rejaga muvofiq 1100 nafardan ziyod o'quvchiga mo'ljallangan yana 3 ta ta'lim muassasasi bunyod etildi. Uchrashuv yakunida mamlakat prezidenti Emomali Rahmon ayni rayonni sharafli aholisi ajdodlarimiz an'analarini davom ettirishlariga va yurtimizning rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishda davom etishlariga ishonch bildirdi. Payshanba kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon birinchi bo'lib Shahriston rayonida ichimlik suvi quvurini ishga tushirdi. Shahriston rayonidagi ichimlik suvi liniyalari va inshootlari 2 million 400 ming somoniy mablag'i evaziga Shahriston shaharchasida ichimlik suvi ta'minoti tizimini qayta qurish va bunyod etish investitsiya loyihalarini amalga oshirish va toza suv bilan ta'minlashning muhim choralaridan biri sifatida Shahriston rayon markazi va uning atrofidagi qishloqlarga ichimlik suvi ta'minlandi. Loyiha doirasida Sari Imjoz hududida har biri 300 kubometr bo'lgan ikkita suv ombori qurildi va 2000 kubometr bo'lgan mavjud ikkita suv ombori to'liq yangilandi. Yangi qurilgan ikkita suv olish inshooti orqali yer osti suvlari suv olish punktidan asosiy yig'ish suv havzalariga diametri 160 mm bo'lgan plastmassa quvurlar orqali 1 km 670 metr masofada Sari Imjoz suv yig'ish joyiga tortiladi. Shu maqsadda yangi asosiy suv ombori hududida nasos stansiyasi o'rnatildi. Natijada tomorqa uchastkalariga bo'lingan yangi aholi punkti toza ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanadi. Umuman olganda Shahriston shahar va qishloqlarida ichimlik suvi quvurlari diametri 110 dan 315 mm gacha bo'lgan polietilen quvurlar va diametri 200 va 325 mm po'lat quvurlar yordamida 52 kilometrdan ortiq masofada qurilgan va ichimlik suvining standart infratuzilma yaratilgan. Shuningdek, 513 ta suv taqsimlash kranlari qurildi va zamonaviy o'lchash uskunalari o'rnatildi. Qo'shimcha loyihani amalga oshirish va 30 kilometr uzunlikdagi suv ta'minoti liniyalarini qurish bilan Vahdat va Chashmasor qishloqlari aholisi toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bugungi kunga qadar loyiha doirasida rayon markazi va uning atrofidagi qishloqlarning 10 ming aholisi ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Loyiha tugagandan so'ng yana 11 ming kishi, jami 21 ming Shahriston rayoni aholisi toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shahriston rayonida bir necha inshootlar ochilgandan so'ng Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon rayon rahbarlari, faollari va o'qituvchilari bilan samimiy uchrashuv o'tkazdi. Dastlab mamlakat prezidenti Emomali Rahmon barcha Shahriston rayoni aholisini davlat mustaqilligi 30 yilligi, Tojikiston xalqining buyuk bayrami va yangi zamonaviy maktab ochilishi bilan samimiy muborakbod etdi. Rayonning davlat mustaqilligi 30 yilligiga tayyorgarlik munosabati bilan shu kungacha rejalashtirilgan 104 obyektda obodonlashtirish va qurilish ishlari yakunlangani ta'kidlandi. Bugun Obodi qishlog'ida 1240 o'quvchi uchun ochilgan yangi qurilgan 19-maktab Shahriston rayoni aholisining bunyodkorlik ishlari namunasi sifatida qaraldi. Ta'kidlash joizki, rayon aholisi turmush darajasini yaxshilash maqsadida mamlakat prezidenti ishchi tashrifi davomida muhim loyiha 10 ming kishini sifatli suv bilan ta'minlash uchun ichimlik suvi liniyasi foydalanishga topshirildi.
Mamlakat hukumati mustaqillik yillarida rayonni rivojlantirish uchun barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan 2,5 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratgani ta'kidlandi. Xususan, bu davrda rayonda umumiy qiymati 1,6 milliard somoniga teng bo'lgan 9 ta davlat investitsiya loyihalari amalga oshirildi va yana 7 ta infratuzilm loyihalari amalga oshirilmoqda. 2012 yilda Shahriston tunneli foydalanishga topshirildi. U orqali Shahriston rayoni aholisi mamlakat poytaxtiga bepul kirish imkoniyatiga ega. Shuningdek, Dushanbe-Chanoq xalqaro avtomobil yo'lining 45 kilometri rayon hududidan o'tib, 4 mavsumda Shahriston rayoni aholisini Tojikistonning barcha viloyatlari va qo'shni davlatlar bilan aloqalarini ta'minlaydi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon sexlar va ishlab chiqarish korxonalarini barpo etish mamlakat aholisi, shu jumladan Shahriston rayoni uchun yangi ish o'rinlari yaratishning asosiy yo'llaridan biri sifatida tushuntirdi. Bugungi kunga qadar Shahriston rayonida 11 ta sanoat korxonalari faoliyat yuritmoqda va 2021 yilning dastlabki 5 oyida ular atigi 15 million somonilik sanoat mahsulotlarini ishlab chiqardi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 5 oyida rayon qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 25 million somonini tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davridagi nisbatan 47% ga ko'pdir. Shahriston rayoni kartoshka va asal arichilikni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega va prezident Emomali Rahmon Shahriston rayoni davlat hokimiyati ijroiya organi rahbariyati va mas'ullariga bu sohalarni rivojlantirish, asal arichilik oilalarini ko'paytirish, zamonaviy savdo punktlarini tashkil etish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qadoqlash va eksport hajmining o'sishiga ustuvor ahamiyat berish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Ma'ruzasi so'ngida davlat boshlig'i Emomali Rahmon xalqimiz bundan buyon ham sevimli vatanimizni yanada obod qilish, mustaqillik yutuqlarini mustahkamlash, mamlakat tinchligi va barqarorligini saqlash hamda milliy birdamlikni jipslashtirish yo'lida harakat qilishiga ishonch bildirdi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmonning nutqidan so'ng turli kasb egalari ma'ruza qilib, millat peshvosini Shahriston rayoniga qilgan tashrifi uchun qutlashdi. So'zga chiqqanlar mamlakat mustaqilligi va taraqqiyotidan buyon munosib hayot kechirgani va ilm-fan uchun zamonaviy sharoitlar yaratib bergani uchun davlat boshlig'iga minnatdorchilik bildirdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Shahriston rayonidagi Xoldor Qipchoq savdo ishlab chiqarish kooperativining Jasurbek dehqon xo'jaligida kartoshka yig'ish tadbirini boshlab berdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonga Xoldor Qipchoq savdo ishlab chiqarish kooperativiga tegishli 4,5 ming gektar yerning 582 gektari sug'orilayotgan yerlar ekanligi to'g'risida xabar berildi. 300 dehqon xo'jaliklari, 900 dan ortiq aksiyadorlar dehqonchilik bilan shug'ullanadilar va kartoshka yetishtirish qishloq xo'jaligining asosiy va daromadli yo'nalishlaridan biridir. Nizomiddin Murodov rahbarligidagi Jasurbek dehqon xo'jaligi mehnatsevar xalqi 80% maydonga kartoshka ekib yetishtirdi va kerakli hosilni qo'lga kiritishdi. Millat peshvosi Emomali Rahmon Shahriston rayoni dehqonlari, mas'ullari va mutaxassislariga kartoshka yetishtirish ko'rsatkichlarini oshirish, xususan kartoshka maydonlarini kengaytirish, hosildorlikni oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon ko'rsatmalarni bajarish uchun Shahriston rayonida kartoshka yetishtirish hajmini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rildi va so'nggi 5 yil ichida kartoshka ekiladigan maydon 2 baravarga ko'paytirilib, 2100 gektarga yetkazildi. Rayon dehqon xo'jaliklari va aholisi 2017 yilda 1030 gektar maydonda kartoshka yetishtirdilar. 2020 yilda ekin maydonlari 1982 gektarga yetdi.
Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon shu yerning o'zida So'g'd viloyati shahar va rayonlari aholisi tomonidan tashkil etilgan kartoshka va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'rgazmasini tomosha qildi. So'g'd viloyati shahar va rayonlarining tajribali va mahoratli dehqonlari qishloq xo'jaligining barcha sohalarida muhim ishlab chiqarish natijalariga erishdilar va hukumatning strategik maqsadlaridan biri oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga o'zlarining munosib hissalarini qo'shmoqdalar. Ko'rgazmada viloyat kartoshka yetishtiruvchilari o'z mehnat yutuqlarini namoyish etdilar. Kartoshka hosili ko'rgazmasi bilan tanishish va viloyat shaharlari hamda rayonlari kartoshka yetishtiruvchilari bilan suhbat chog'ida mamlakat prezidenti Emomali Rahmon So'g'd viloyatida kartoshka maydonlarini kengaytirish, hosildorlikni oshirish va buning natijasida kartoshka ishlab chiqarishni ko'paytirish imkoniyatlari mavjudligini ta'kidladi. Kartoshka ishlab chiqarishni ko'paytirishda Devashtich, Panjakent, Tog'li Maschoh, Istaravshan, Shahriston va Isfaraq qishloq xo'jaligi hamda aholi fermer xo'jaliklari asosiy rol o'ynaydi. Oziq-ovqat kartoshkasi ishlab chiqarishni ko'paytirish bilan bir qatorda viloyatning 4 ta urug' yetishtirish xo'jaligi Ovchi-G'onchi, Xo'jaho, Qurbonov nomidagi urug'chilik kooperativlari, Panjakent shahridagi G'eloniyon dehqon xo'jaligi va Tog'li Maschoh rayoni kartoshka yetishtiruvchilari assotsiatsiyasi dehqonlari kartoshka urug'i bilan ta'minlashda munosib hissalarini qo'shmoqda. So'g'd viloyatining shahar va rayonlarida so'nggi 5 yil ichida kartoshka ekiladigan maydon 2017-yil 16,000 gektardan 2020-yilda 23,140 gektarga o'sdi. Bu yil 25,5 gektar maydonda kartoshka yetishtiriladi. Ko'rgazmada viloyat dehqonlari don, asal, sabzavot, mevalar, poliz mahsulotlari, o'rmon xo'jaligi mahsulotlari, shuningdek qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan oziq-ovqat mahsulotlari kabi boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini namoyish etdilar. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha So'g'd viloyati shaharlari va rayonlari dehqonlari hamda aholisi faoliyatiga yuqori baho berdi. Shahriston rayoniga ishchi tashrifini davom ettirib, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Murg'ish Shahriston mas'uliyati cheklangan jamiyatining parrandachilik fabrikasini foydalanishga topshirdi. Mazkur fabrikani vatanparvar tadbirkor Somon Qurbonov bunyod etgan. Tanishish payti millat peshvosi Emomali Rahmonga korxona Shahriston rayoni hududida tovuq go'shti ishlab chiqaradigan eng yirik va birinchi korxonalardan biri ekanligi to'g'risida ma'lumot berildi. Bugungi kunda bu yangi parrandachilik korxonasida 80,000 tovuq boqilayotgani haqida davlat rahbariga ma'lumot berildi va rasmiylar bu raqamni 120 mingtaga yetkazish niyatida. Tovuqlar miqdori ko'payishi bilan ish o'rinlari soni ham ko'payadi. Davlat boshlig'i bu yerda Murg'ish Shahriston parrandachilik fabrikasi tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasida ham bo'lib, uning sifati va qayta ishlanishiga yuqori baho berdi. Parrandachilik fabrikalari asosan Maschoh, Asht, Jabbor Rasulov, Devashtich, Guliston, Konibodom, Zafarobod, Xo'jand va Bo'ston shaharlari va rayonlarida kengaytiriladi hamda bu amaliyot viloyatning boshqa mintaqalarida, shu jumladan Shahristonda ham amalga oshiriladi. Murg'ish Shahriston parrandachilik fabrikasi ochilishi bilan pahrezbob go'sht ishlab chiqarish uchun ko'proq imkoniyatlar yaratiladi va Shahriston rayoni aholisi bu turdagi mahsulotlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning dastlabki 6 oyida So'g'd viloyati 26,000 tonnadan ziyod tirik vaznda chorva va parranda go'shti, shu jumladan 7,759 tonna parranda go'shti va 286 million dona tuxum ishlab chiqarildi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon
Spitamen rayonining Kurushi qishlog'idagi Fayzi Sahar mas'uliyati cheklangan jamiyatining parrandachilik korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Xo'jalik asosan tuxum qo'yayotgan tovuqlarni boqadi. Hozirgi paytda Fayzi Sahar parrandachilik fabrikasida 133 ming tovuq va 40 ming jo'ja boqilayotgani haqida davlat boshlig'i Emomali Rahmonga ma'lum qilindi. Korxona rahbariyati shu yil oxiriga qadar parrandalar sonini 200 ming boshga yetkazishni rejalashtirmoqda. Millat peshvosi Emomali Rahmon korxona faoliyati bilan tanishish chog'ida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishni buyurdi. Fayzi Sahar parrandachilik korxonasining umumiy maydoni 11 gektarni tashkil etadi. Bu hududda 3 ta ishlab chiqarish sexi, parranda ozuqalarini saqlash va tayyorlash uchun omborxona, shuningdek boshqa yordamchi inshootlar bunyod etiladi. Qolgan yerlardan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ekish va yetishtirish uchun foydalaniladi. Ayni paytda korxonada 30 nafar mahalliy aholi doimiy ish va yaxshi maosh bilan ta'minlangan. So'nggi yillarda parrandachilik sohasida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va imtiyozlar berilishi Fayzi Sahar korxonasining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. 2020-yilda jamiyat 17 millionga yaqin tuxum ishlab chiqardi va 2020-yilda bu ko'rsatkich 20 milliondan oshadi. So'nggi yillarda So'g'd viloyatida parrandachilik xo'jaliklari soni sezilarli darajada oshdi va statistika ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda qariyb 4 million 400 ming tovuq boqadigan 115 korxona faoliyat yuritmoqda. 2021-yilning dastlabki 6 oyida tovuq go'shti ishlab chiqarish 7760 tonnani tashkil etdi. Bu 2020-yilning shu davriga nisbatan 2 barobar ko'pdir. Shu davrda So'g'd viloyatining parrandachilik xo'jaliklari 285 million 745 ming dona tuxum ishlab chiqargan. Ta'kidlash joizki, Fayzi Sahar mas'uliyati cheklangan jamiyatida parrandachilik bilan bir qatorda don va unni qayta ishlash zavodi mavjud. Korxona mas'ullari o'zlarining mahsulotlarini namoyish etdilar. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon Fayzi Sahar mas'uliyati cheklangan jamiyati mahsulotlari sifatiga yuqori baho berib, davlat va hukumatning talablariga javob berib, jamiyat ravnaqiga ko'proq hissa qo'shishni buyurdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon qishloq xo'jaligi va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari dalalariga tashrifi chog'ida Spitamen rayoni dehqonlari, tomorqa egalari va faollari e'tiborini yerlardan samarali va oqilona foydalanish, yuqori sifatli urug'lardan foydalanish, shuningdek samaradorlikni oshirish hamda qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish bilan bog'liq masalalarga qaratdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon So'g'd viloyatining shahar va rayonlarga ishi safari doirasida Jabbor Rasulov rayonidagi Ichki ishlar vazirligi departamentining yordamchi xo'jaliklari faoliyati bilan tanishdi. Bu yordamchi xo'jaligi 2018-yilda Gulxona qishloq jamoatining Sarchashma qishlog'ida 136 gektar maydonda tashkil etilgan. Xo'jalikda 830 dan ortiq olma, o'licha, qora olxo'ri, gilos, palma, soyali va manzarali daraxtlar ekilgan. Bu yil mehnatkashlar yordamchi xo'jalik yerlarida piyoz, sarimsoq piyoz va kartoshka ekib, 0,5 gektariga qalamfur, 0,100 gektariga bo'yimjon, 0,10 gektariga bodring va oshqovoq, 0,35 gektariga karam va 0,20 gektariga chorva ozuqalari ekilgan. Xo'jalik yerlari sug'orilib, mahsulot yetishtirish va parvarish qilish uchun xodimlarni muntazam ravishda jalb qilish bilan birga, bitta mahalliy aholi doimiy ravishda bog'dorchilik va dehqonchilik bilan shug'ullanib keladi. Yordamchi xo'jaliklari yerlaridan olingan hosil ichki ishlar idoralari xodimlarini eng zarur narsalar bilan ta'minlash uchun ishlatiladi. Ichki ishlar vazirligining Jabbor Rasulov rayonidagi bo'limi xodimlari bilan tanishish paytida
Millat peshvosi Emomali Rahmon ularning ekin maydonlaridan maqsadli foydalanish sohasidagi tashabbuslarini ibratli deb atadi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon So'g'd viloyati Spitamen rayoni Navokat shaharchasida Samonyan qasrini foydalanishga topshirdi. Bu inshoot aka-uka Maqsudjon va Mansurjon Rahimovlar tomonidan Tojikiston Respublikasi mustaqilligi 30 yilligi sharafiga bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari doirasida 1,600,000 samoniyadan ziyod mablag' evaziga bunyod etilgan. Samonyan qasri chiroyli dizayni bilan qurilgan bo'lib, bu inshoot foydalanishga topshirilgandan so'ng 10 nafar mahalliy aholi doimiy ish bilan ta'minlandi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon yangi inshootning keng restoranida Spitamen, Bo'ston, Guliston, Jabbor Rasulov, Bobojon G'afurov, Devashtich va Zafarobod kabi barcha shahru rayonlaridan kelgan 100 nafar yetim bolalar bilan uchrashdi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon ma'ruzasi davomida bolalarni davlat mustaqilligi 30 yilligi bilan tabrikladi va mamlakat hukumati har doim jamiyatning muhtoj qatlamlariga, ayniqsa yetim bolalarga doimo e'tibor berishini ta'kidladi. Shu kuni So'g'd viloyati barcha shahar va rayonlaridan 100 nafar yetim bolalarga millat peshvosi Emomali Rahmon tomonidan otalarcha mehr va g'amxo'rlik ko'rsatildi. Yetim bolalarga davlat boshlig'i tomonidan moddiy va pul sovg'alari topshirildi. Mustaqillik davrida davlat boshlig'i Emomali Rahmonning g'amxo'rligi asosida yetim bolalar va ehtiyojmand oilalar farzandlari uy-joy va oilaviy baxt bilan ta'minlanmoqda va bu obod hamda erkin davlat tufayli ular yashab mehnat qilishmoqda. Taqdir taqozosi bilan ota-onasidan mahrum bo'lgan va hozirgi kunda davlat va hukumat g'amxo'rligida bo'lgan yetim bolalar mamlakat prezidenti Emomali Rahmonga samimiy minnatdorchilik bildirib, kelajakda namunali bilim va intizom bilan bitirishga va'da berishdi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon Jabbor Rasulov rayoni Dehmoy qishlog'ining Ro'haki qishlog'ida baliq havzasini foydalanishga topshirdi. Baliq havzasining umumiy maydoni 3.2 gektarni tashkil etadi va 40% maydonda 21 ta baliq havzasi bunyod etilgan. Baliq havzasi foydalanishga topshirilgandan so'ng 15 nafar rayon aholisi doimiy ish bilan ta'minlandi. Loyihaga ko'ra, yil davomida bu yerda 200 tonna laqabaliq yetishtirilib, mahalliy va tashqi bozorlarga sotiladi. Jabbor Rasulov rayoni Dehmoy qishlog'idagi Tojik baliq korporatsiyasi mas'uliyati cheklangan jamiyatining baliq havzasida qurilish ishlari 2020-yil noyabr oyida boshlangan. Jamiyat ishchilari Rossiya Federatsiyasining Adler shahridan 100 mingdan ortiq baliq tuxumlarini olib kelishdi. Tojik Fish Korporatsion mas'uliyati cheklangan jamiyati hududida artezian qudug'i foydalanishga topshirildi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon So'g'd viloyati shahar va rayonlariga ish safari chog'ida Xo'jand, Guliston, Jabbor Rasulov va Bobojon G'afurovda baliqchilikni rivojlantirish maqsadida mintaqaga mos minglab baliqlarni baliq havzalariga qo'yib yuborgan edi. So'g'd viloyatining baliqchilik xo'jaliklarida asosan baliqlarning o'nlab turlari, alabaliqlar, laqabaliqlar, kumush baliqlar, lasos va oq amir baliqlari hamda o't krablari yetishtiriladi. Tojikiston baliq korporatsiyasining xabar berishicha, kelajakda Panjaken shahri, Asht va Jabbor Rasulov rayonlarida bu sohani rivojlantirishga alohida e'tibor berishadi. Bugun baliq havzasi yonida 40 o'rinli Gulmohi So'g'd restorani, oshxona va xizmat ko'rsatish binosi foydalanishga topshirildi.
mamlakat prezidenti Emomali Rahmon Tojikiston baliq korporatsiyasi rahbarlari va ishchilariga mamlakatning bir go'shasini obodonlashtirish hamda baliqchilikni rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish va oziq-ovqat xavfsizligi strategik maqsadini amalga oshirish tashabbusi uchun minnatdorchilik bildirdi. Davlat boshlig'i Emomali Rahmon Bo'ston shahridagi So'g'd viloyatining shahar va rayonlariga ishchi tashrifi doirasida So'g'd sanoat parranda mas'uliyati cheklangan jamiyati parrandachilik fabrikasini ishga tushirdi. Bu parrandachilik va tovuq go'shti ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Bo'stonda joylashgan birinchi korxona. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmonga 2019-yilda So'g'd sanoat parranda mas'uliyati cheklangan jamiyatining poydevori qo'yilganligi haqida xabar berildi. Parrandachilik uchun 4 ta sex qurildi. Ularning har biriga 60 dan 80 minggacha tovuq sig'adi. Jamiyatda yetishtiriladigan tovuqlar broiler go'sht turidir. Korxona yiliga 1200 tonna tovuq go'shti ishlab chiqarish quvvatiga ega. Prezident Emomali Rahmonning tashrifi chog'ida So'g'd sanoat parranda mas'uliyati cheklangan jamiyati rasmiylari mamlakatni jadal sanoatlashtirishni 4-maqsad deb e'lon qilish doirasida parrandachilik fermasi tashkil etilgan. Yangi tashkil etilgan korxona hovlisida So'g'd sanoat parranda mas'uliyati cheklangan jamiyati mahsulotlari va turli xil qadoqlash turlari bilan pahrezbob mahsulotlarining ko'rgazmasi tashkil etildi. So'g'd viloyatining Bo'ston shahri sanoat shahri. Bu shaharda 37 ta kichik va yirik sanoat korxonalari faoliyat yuritmoqda va 2021-yilning birinchi yarmida pulli suv ta'minoti va xususiy sektorni o'z ichiga olgan holda qiymati 274 million somoniyadan ortiq mahsulot ishlab chiqarildi. Bu esa 1,913 ming somoniyaga nisbatan ko'pdir. Ayni paytda shahardagi sanoat korxonalarida 1400 dan ortiq odam ishlaydi va yaxshi maosh bilan ta'minlangan. So'g'd sanoat parranda mas'uliyati cheklangan jamiyatining parrandachilik fermasi tashkil etilishi tufayli 25 kishi ish bilan ta'minlandi. Korxona yaqin kelajakda o'z faoliyatini kengaytirib, millat peshvosi Emomali Rahmon ko'rsatmasiga binoan yangi ish o'rinlari yaratishni rejalashtirgan.